Assalamualaikum ustazlar, sinfdoshlar. Bugun 3-chi bosh sınıfında alg'is aytuv farzim atda sınıf soati o'tkeli o'tir. Al hozir sinfdoshlarimning o'yin bilaymiz. Ana buni bilgani uchun, akime qo'ygan bo'lgani uchun. Sen kimga alg'is aytasan? Men ata ajimga alg'is aytaman. Sen kimga alg'is aytasan? Men do'stlarimga alg'is aytaman. Do'stlik qushog'ini qushog'im men uyg'u uchun. Sen kimga alg'is aytasan? Kimga alg'is aytaman? Shuvoq men nazar uchun. Sizga alg'is aytaman, sizga ko'rsa bo'lgan uchun.